Bugun Ko'ksuvda 30 kilometr yuguramiz. Birinchi kilometr, 2 kilometr. Tabiat tobora chiroylashib boryapti. Buni qaranglar. 3 kilometr. Toshli ko'chalarni qaranglar. 4 kilometr, 5 kilometr. Suvga yaqin kelgan joyimizda flagamizni to'ldirib olmasak bo'lmaydi. Bu suvning ikkita bo'ladimi, yo'q bilmadim. Nu normal. Endi qayoqqa? Bu yoqdan o'tamiz. Wow, trassani zo'rligini 6 kilometr. O'zimni mana shu suvga tashlab yuborgan imkoniyatligim bor. Oppa, ana 7 kilometr. 9 kilometr. 10 kilometr o'tdik, mana bunaqa o'rmonzorlarga keldik. Hozir biz mana shu konstruksiyadan nariyoqqa o'tishimiz kerak. 11 kilometr tepaligiga chiqamiz. Mana Naytran bayrog'i Ko'ksuv tog'lari orasida hilpirab turibdi mana. 12 kilometr, 3 kilometr o'tdi. Bu yog'iga yuramiz ko'proq. 14 kilometr. Yana tepaga ko'tarilish. 15 kilometr. Voy, mana ko'him. Mana o'sha legendarniy Ko'ksuvga keldik. Oppa. Endi orqaga qaytamiz. 29 kilometr, 1 kilometr qoldi. Ozgina qoldi. 500 metr. 30 kilometr o'tdik. Mana biz yakunladik.